normada ushlab turishimiz kerak. Keyin qon tiqilib qoladigan sohalar ham bor. Qon yaxshi aylanmasdan, masalan, siz massaj qilganingizdan keyin yengil bo'lishi o'rniga men og'irlashib ketdim, masalan, boshimda og'riq turib qoldi deb aytishligi mumkin mijozinglar. Mana shunda ham o'zini qilinadigan ishlari bo'ladi. Ya'ni o'sha ochilishi kerak bo'lgan sohalar, joylar bo'ladi. Va albatta massaj jarayonida bularning hammasini sizlarga o'rgatib ketaman. Keyingi bilishimiz kerak bo'ladigan narsalardan biri massajni qancha vaqt olishi kerak va qanaqa tartibda. Massaj davolovchi kurs o'zi bitta kursimizda 10 kun bo'ladi. Va shunaqangi kasalliklar bo'ladiki, uni bitta kursda biz davolo olmaymiz. Uni o'sha etap, ya'ni o'sha bosqichma-bosqich davolash kerak bo'ladi. Ya'ni 10 kun massaj olgandan keyin 10 kun dam oladi. Keyin yana 10 kun massaj oladi. Keyin 1 oy dam oladi. Keyin yana 10 kun massaj oladi. Keyin 3 oy dam oladi, yana 10 kun massaj oladi. Keyin 6 oy dam olib, yana 10 kun massaj olib, shunaqa qilib bir yilda 1 marta yoki 2 marta massaj olib, o'zini sog'lig'ini tiklab olish mumkin.